Agar Itachi barcha Akatsuki bilan jang qilganda kim g'alaba qozongan bo'lardi? Itachi o'zining birinchi harakati bilan Zetsuni yo'q qiladi. Hidan sekin va hech qanday hujum qila olmaydi. Itachi unga genjutsu qo'llaydi. Hidan genjutsu ta'sirida ekanligini hatto tushunmaydi ham. Kakuzu bilan qiyinroq bo'ladi, chunki u barcha elementlarni o'zlashtirgan va 5 ta yurakka ega. Shuningdek, jangda nisbatan ko'proq tajribaga ham ega. Biroq Utsukuyomiga qarshi hech narsa qila olmaydi. Deidara bilan birinchi marta bo'lgani kabi Itachi genjutsu yordamida g'alaba qozonadi. Ammo Deidaraning kuchaytirilgan chap ko'zi uning genjutsudan ozod qiladi. Ammo u baribir Tsukuyomiga tushadi. Bu oddiy genjutsudan ustundir. Itachi Izanagi yordamida Deidaraning C0 bombasidan qochadi va keyin Shisuining ko'zini o'ziga ko'chiradi. Kisame Itachi haqida juda ko'p narsalarni biladi. Suv olov texnikalarini mag'lub qiladi. Samehada Amaterasudan kelib chiqadigan olov elementlariga toqat qila olmaydi. Kisame suv to'sig'i bilan himoyalanadi. Itachi uni o'ziga bo'ysundirish uchun Susanoni ishlatadi. Kisame Totsuka qilichi ostiga tushadi. U bu usul haqida bilmas edi. Agar Kisame jangni suv qamoqxonasi bilan boshlasa, u dumsiz yirtqich hayvonga aylansa, Itachi texnikani bekor qilish uchun Shisuining ko'zlarini ishlatishdan boshqa iloji yo'q. Itachi Kisameni mag'lub etadi. Sasori Itachi uchun noqulay raqib, chunki u o'zlashtirilgan qo'g'irchoq, ya'ni unga illyuziyalar ta'sir qilmaydi. Temir qum turli xil shakllarni olishga qodir va doimiy ravishda Amaterasudan himoya qiladi. Sasori o'zining butun qurol-yarog'i bilan hujum qilishga kirishadi va Itachi uchun tirnalgan hujum ham o'limga teng. Bundan tashqari uning antidoti yo'q. Itachi Susanoni uzoq vaqt ushlab tura olmaydi. Shuning uchun Itachi Izanagi yordamida kutilmagan hujum bilan Sasorining yuragini teshishga harakat qiladi va g'alaba qozonadi. Obito Izanamiga qarshi zaif, shuning uchun Itachi g'alaba qozonadi. Konunga illyuziya texnikasi yetarli, Itachi yutqazadi. Itachi Pain va Rinnegan haqida hech qanday ma'lumotga ega emasligi tufayli mag'lub bo'ladi. Pain Itachining barcha hujumlariga qarshi turadi. Shinra Tensei, Chipak Tensei va boshqa Rinnegan qobiliyatlari Itachini yo'q qiladi.